Siz bir kishilik rejimda Minecraft o'ynayapsiz. O'rmon tomonga kirib ketyapsiz va o'sha payt sizning qulog'ingizga qo'rqinchli musiqalar eshitila boshladi va siz uyga tomon shoshyapsiz. Bu bilan dushmaningizni siz xursand qilgan bo'lasiz. uyga borayotgan payt esa sizning oldingizdan ko'zi qonga to'lgan it chiqib keladi. Hey yo barchaga oppoqlardan qoravoylar. Sizlar bilan birgalikda men Renzo va bugungi videoda Minecraftdagi sirli mob, ya'ni ko'zi qonga to'lgan echki haqida gaplashamiz. Joylarga yaxshilab o'rnashib olib, yeyishga narsalarni olib kelib olinglar. Men videoni boshladim. Men ChatGPT'ga kirib, Entity 300 uzrasizlar adashib ketdi. Ko'zi qonga to'lgan echki haqida gaplashamiz. Lekin menga ChatGPT ma'lumotlarni berib tashadi. Stop. Shu joyda bitta reklama. Idingna. Stop. Bo'ldi, sizlar meni net tushundinglar. Shu bilan videomiz tugadi. Uzr, jalkashib ketdim. Oldinda hali juda ko'p ma'lumotlar bor. Bo'pti, mayli, men gapni qisqa qilib echki haqidagi ma'lumotlarni boshlayman. Ma'lumotlarga qaraganda bu echki har doim kechasi ko'rinish berar ekan. What? Kechasi? Nima ertalab bitta ikkita qizcha bilan? Echkining yaralishlari. Birinchi marta it ham gadayam topolmaydigan serverda ko'rinish bergan. Ma'lumotlarga qaraganda bu hodisa 2013-yilda ro'y bergan. Bu paytda sen chupa-chups yalab o'tirar eding. Echkini kim yaratdi? Mana bu kalni qaysidir kutti odamchisi Minecraft serverlarga ana shu ko'zi qonga to'lgan echkini joylashtirib chiqqan. Echkining yana bir mashhur qobiliyatlaridan biri: siz Minecraft serverlarida o'ynayapsiz va birdaniga telefoningiz yoki kompyuteringiz ottarib varadi. Keyin asabingiz buziladi. Mana shu ishlarni ana shu qilgan. Mana ma'lumotlarim o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar esa videoga haqida fikringizni yozib qoldiring va sizlar bilan Renzo Jammomda yoki yotoqda bo'ldi.